Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, mavzularimiz davom etadi. O'tkir yurak ishemik kasallik. Umuman olganda yurak ishemik kasalliklari bo'yicha mavzularimiz davom etadi. Biza o'tdik sizlar bilan to'satdan yurak o'limi, sudden cardiac disease o'tdik biza o'tgan safar ma'ruzada va shu bo'yicha bizada navbatda turibdi ST segmenti o'zgargan miokard infarkt yoki ST segmenti o'zgarish bermagan elevatsiyasiz miokard infarkti va o'tkir stenokardiya. Bu o'tkir yurak ishemik kasalliklarni turlari, 4 ta turini aytdik. Klassik Yevropa kardiolog assotsiatsiyasining klassifikatsiyasi bo'yicha va surunkali turlarini ham aytdik. O'tkir turlarini o'tib boryapmiz, yana bir bor takrorlayman. Va bugungi mavzuyimiz sizlarda miokard infarkti. Kasallikka ta'rif berish kerak. Ta'rif berganda o'sha ta'rif bundan boshqa kasallikka mos kelmasligi kerak. Miokard infarkti bu koronar qon oqimining yetarli bo'lmasligi natijasida yuzaga keladigan o'tkir miokard nekrozi bo'lib, qonda troponin miqdorining dinamik oshishi va yurak ishemiya belgilari bilan kechadigan kasallikdir. Ya'ni infarkt bo'lish uchun albatta u infarkt koronar qon aylash yetishmovchiligi sababli bo'lishi kerak. Chunki toksik miokard shikastlanishlari ham bor, virusli miokard shikastlanishlari bor. Unda ham miokard kardiyomiyasida nekrozga uchraydi. Koronar arteriyadan qon kelishi yaxshi bo'lmasligi tufayli va ishemiya belgilari bilan mana og'riq, nafas qishish, o'sha ko'krak qafasida xuddi ot bosgandek og'riq bo'lib turishdi, EKGda o'zgarishlar, echodagi o'zgarishlar bilan birgalikda troponin miqdori oshishi kerak. Troponin degani shu yurak kardiomiyositlaridagi maxsus oqsil nekrozga uchraganda qonga ajralib chiqadi ana shu narsa. Ana shu 3 ta narsa bo'lgandagina biza infarkt miokard deya olamiz. O'tkir stenokardiya ham xuddi shunaqa klinika beradi, xuddi shunga o'xshaganga beradi. EKGda ham o'zgarish bo'ladi unda, og'riq bo'ladi xuddi shunday unda. Faqat koronar qon aylash yetishmovchiligi ham koronar qon aylashi ham buziladi unda. Faqat bitta narsaki, troponin miqdori oshib ketmaydi. Bu yurak kardiyomiyasida nekroz bo'lmagan uchun. Shuning uchun miokard infarkti ta'rifida, hozirgi eng oxirgi ta'rifida troponin miqdori ham dinamikada oshishi kerak degan shart qo'ygan ular. Chunki standartda ishlaydi, sug'urta ishlaydi, chetda Amerikalarda mana shu narsalarni topa olgandan keyin, hamma kerakli shartlarni topa olgandan keyingina infarkt miokard deb tashxis qo'ya oladi. Bo'lmasa tashxis qo'ya olmaydi. Agar shularni topmagan holda bittasi qolib ketsa da infarkt miokard deb tashxis qo'yib davolasa, sug'urta tomonidan va yuridik tomondan u shifokor katta muammoga kiradi. Miokard infarktining erta asoratlari. Infarkt haqida umumiy ko'p to'xtalib o'tmaymiz, chunki kitobda klassik nimalar, ta'riflar yozilgan turibdi. Shuning uchun asoratlar haqida to'xtayman sizlarga. Ventrikulyar aritmiyalar. Ya'ni infarktdan keyin aritmiya bo'lib qolishi mumkin, yurak ritmi buzilishi mumkin qorinchalarda yoki bo'lmachalarda fibrillatsiya, hilpillab qolishi mumkin bo'lmachalar infarktdan keyin. Yoki yuqori darajadagi antiventrikulyar blokada, o'sha yurakda avtomatizm tizimlari bor, Gisburg tollari, o'sha joyda o'tkazuvchanlik buzilib, blokada bo'lib qoladi. Impuls o'tmaydi pastga qarab. Kardiagin shok berishi mumkin. Bu narsani bilasizlar. Va chap qorinchani funksiyasi buzilishi mumkin. Ko'pincha infarkt chap qorinchada bo'ladi. Va o'tkir o'pka shishi. O'tkir o'pka shishi deganda o'pkaga qonni haydaydi yurak va kislorod bilan to'yingan qon qaytib kelib tushadi chap bo'lmagan. Undan keyin chap qorincha o'tadi-da, yana katta qon aylash doirasiga chiqib ketish kerak. Qon aylash sistemasi normasi. Men normasini ko'rsatmadim buni, chunki maktab paytida ham o'tilgan bo'lgani uchun men sizlarga bunga urg'u bermadim. O'pka shishida o'sha o'pkadan qonni tortib olish, qaytarib tortib olishda muammo bo'ladi. Va shu tufayli qon o'pkada uzoq vaqt to'xtab qoladi. Yurak ishlamaslik natijasida, oddiy qilib tushuntiryapman sizlarga. Shuning natijasida o'tkir o'pka shishi bo'ladi. Va mexanik asoratlar. Bular yuqoridagilar funksional tekshiruvlar bilan qilinadigan narsalar. Ya'ni ko'z bilan ko'rinadigan, masalan, atrial fibrillatsiyani ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, chunki bemor o'lgandan ochgan paytda uni yuragi hilpillab turmaydi. Uni ko'rishning iloji yo'q. Ochib ko'rganda yoki biopsiya olib uni ko'rib bo'lmaydi. Kardiogin shokda ham yurakda ko'rib bo'lmaydi, misol uchun. Yoki chap qorincha funksiyasi yaxshi emasligini o'lgan kasalda ko'rganda chap qorincha ishlamay turganligini yaxshi bilib bo'lmaydi. O'pka shishini o'pkani o'zidan bilish mumkin, lekin yurakdan qarab bunda o'pka shishi bo'lgan degan narsa aytish qiyin masala. Mexanik asoratlarimizni biz ko'z bilan ko'ra olamiz. Misol uchun papillar muskullarni yirtilib ketishi.
Bu normal qonlar sistemasi. Men o'sha klapan sistemasini sizlarga oddiy qilib tushuntiraman. Endi falladan o'tgansizlar ko'p bu narsani. Yana bir narsa borki, misol uchun 3 tabaqali klapan, 2 tabaqali klapan, yarim oysimon klapan, falon joyda yarim oysimon, falon joyda 2 tabaqali, 3 tabaqali yodlashga harakat bo'ladi yoki savol berishadi, qayerda 3 tabaqali. Uni yodlab qolganlarsiz hech narsani o'zgartirmaydi. Men aytmoqchi bo'lganim, amaliyotda bu narsa sizlarga umuman kerak bo'lmaydi. Sizlarga kerak bo'ladi haqiqatan o'sha yerda klapan borligi. Klapan ishlash mexanizmini bilishlaringiz kerakligi. U 3 tabaqali bo'ladi, mana bu yerda 2 tabaqali bo'ladi, mana bu yerda yarim oysimon bo'ladi degan narsa kardiak xirurglar uchun kerak. Kardiak xirurglar shunda ham, masalan, aortali klapanning o'rniga mitral klapanni qo'yib qo'ymaydi hech qachon. Adashmovchilik bilan ham. Ularga u narsa yod bo'lib ketadi. Chunki qaysi klapan yetishmasa, shu klapan, sun'iy klapan olinadi o'shanga moslab. Aortali o'rniga mitralni qo'yib yubormaydi hech qachon. Shuning uchun bular endi baho olish uchun kerak bo'ladigan bilim bo'lishi mumkin, lekin hayotda, hayotiy narsada bu kasalni bir narsa hal qilmaydi, u narsani bilishlari sizlarni. Bir kasallikni hal qila olmaysizlar u bilan. Xullas, klapanning ishlash mexanizmi oddiy qilib aytganda, mana mitral klapan turibdi. Chap bo'lmacha bilan chap qorinchada xuddi uyni eshigi yoki darvozasi qanday bo'lsa shunday. Darvoza qanday bo'lsa, faqat mana bu klapanda, ya'ni bo'lmacha bilan qorincha orasida turgan klapan faqat ichkariga ochiladi, qorincha tomonga ochiladi. Ya'ni bu yoqdan bosim bilan kelgan paytda bu yoqqa qarab ochiladi. Keyin bu qisqargan paytda, qorincha qisqargan paytda bosimni bu yoqqa qarab ochilgan paytda yopilib qoladi. Xuddi kuchli shamol kelgan payt ichkariga ochilayotgan eshikni tashqaridan kelgan shamol ichkariga ochadi. Derazani ochib qo'ysalar, eshik qars yopilib ketadi. Xuddi shunday oddiy mexanizm va mana bu klapan unga teskari ishlaydi, aortaniki misol uchun. Faqat u tomonga ochiladi. Bu yoqdan bosim bilan beriladi aortaga, u yoqqa haydab yuboriladi. Bu yoqqa obratni qaytgan qon uni to'xtatadi, yopadi klapan. Ishlash mexanizmi shu. Qolganlarni ham shunday. Aynan tabaqqasini, uni oysimonligini eslab qolishlari shart bo'lmaydi. Papillar muskullar endi qanday joylashgan? Papillar muskullar mana klapan bo'lsa, mana shu 2 tabaqali klapan turibdi deydi bu yerda. Mana papillar muskul, mana xorda tendiniyalar. Mana ingichka paychalar. Shuni tortib turadi, nariyoqqa o'tib ketmaslik uchun bu yoqdan bosim berganda borib yopilib to'xtash kerak. Endi offlayn bo'lganda men qo'lim bilan chiroyli qilib tushuntirdim. Afsuski imkoniyat yo'q. Ma'lum darajaga borgandan keyin to'xtab qolish kerak. Xuddi eshikning orqasiga prujina qo'yib qo'ygandek gap. Mana shu narsa qo'yilgan turibdi shu yerda. Bu yoqqa o'tib ketib qolmaydi. O'tib ketib qolsa agar u prolaps deyiladi. Prolaps bo'ldi deyiladi. Uni ham o'zining patologiyasi bu katta mavzu. Sizlarga oddiy shu aynan shu infarktga tegishli qismini tushuntiraman ma'lum darajada. Sizlarga kerak bo'ladigan darajada bilimni. Bu papillar muskullar. Mana bular. A, B papillar muskullar bular. Xorda tendiniyalar bilan klapanni ushlab turibdi. Oldingi, orqa qopqog'i yozib qo'ying. Mana normasi bu tomonda endi bu yoq chapda edi, bu o'ngda yopilgan holatda turibdi. Mana bu chapda mana xorda tendin uzilib ketgan. Uzilib ketgandan keyin klapan o'tib ketib qoladi. Kelib to'xtamaydi, yopilib. Natijasida yurak qisqarib, chap qorinchadan aortaga haydayman degan paytda mana bu klapan to'liq yopilib qolishi kerak, bir-biriga zich borib. O'sha narsa bo'lmaydi, uzilib ketganligi tufayli, infarkt natijasida uzilgan misol uchun. Va shu yerdan keyin regurgitatsiya bo'ladi. Qon yana qaytib chiqadi. Bu o'pkadan ketadigan qondagi obratni qaytgandan keyin o'pka shishib beradi. Mana sxemani ko'rdingmi? Real rasm. Mana real rasmda mana xorda tendiniyalar turibdi. Bu yerda papillar muskullar mana infarkt bo'lgan, uzilib ketgan. To'liq eslarda qolish uchun men juda ko'p rasm qo'ydim. Aynan shundan. Ko'plar yoddan aytadi, lekin tushunmaydi. Tushunib o'yladi, shu rasmlarni qo'ygan masalan. Bunga izoh berishim shart. Mana o'sha papillar muskul infarkt bo'lgan. Infarkt bo'lgandan keyin uzilib ketgan u. Mana uzilib ketgan to'liq. Va real rasmi sizlarga. O'tkir mitral regurgitatsiya. Hozir bu narsani tushuntirdim men sizga. Normada chap qorincha qisqardi, aortaga qonni haydash kerak, bu yopilish kerak. Ham aortaga qonni haydayapti, ham o'pkadan tushgan qonni yana qaytar o'pkaga qarab haydayapti. O'tkir
mitral degradasiya o'tkir infarktdan keyin o'tkir mitral degradasiya kuzatiladi. Va mana o'sha narsani boshqa sabablar bilan bo'lishi mumkin. Men endi sizlarga aynan infarktni tushuntiraman. Mana bizga aloqadorroq. Va shuni xirurgik yo'l bilan korreksiya ham qilinadi infarktdan keyin. Regurgisiz bo'lib qolgan payt mana ipchalar bilan o'sha xordan o'rni tikiladi, uzilgan narsa tikiladi, o'rni qoplanadi, yana klapan joyiga keladi. Ventrikulyar devori yirtilishi, ya'ni qorinchaning devori, endi interseptal qorinchalar arotos yirtilib ketishini qo'yilgan ekan rasmga. Mana ko'ryapsizlar. Infarkt bo'lgan, yetilib ketgan. Va mana infarkt bo'lgan, qorinchalar arotos yetilib ketgan. Ventrikulyar septal defekt, mana shu narsalar va perikardit bilan asorat berishi mumkin infarkt. Mana shu rasmga yaxshi e'tibor berib qolinglar. Men o'tgan safar offline o'tganda ham so'radi, undan oldin ham so'raganman, talabalar ko'p javob bera olmagan. O'tgan safar oz-moz javob berishga yaqinlashdi, lekin endokard ichki qavat mahkam yopishgan bo'ladi. Hech qanday qo'l bilan tortsanglar bu shunday oson ajralib ketadigan narsa emas. Yopishib ketgan bo'ladi, ajratib bo'lmaydi buni. Perikard ikki qavatdan iborat, ichki va tashqi qavat deydi. Ichki qavati mana bu ham miokardga to'liq yopishib ketgan. Xuddi go'shtga ustidagi yupqa pardasi bo'ladi, agar go'sht kesganlar biladi, o'sha narsani ajratib bo'lmaydi uni go'shtdan. Xuddi shunday yopishib ketgan bo'ladi. Mana bu perikardni lekin oson ajratib olish mumkin tashqi qavatini. Suyuqlik mana shu orada bo'ladi. Fibroz bo'lib qalinlashgan perikardni bir rasm berib qo'ydi. Mana shu yerda shunday kesib olganda shunday ko'rsatgan kattartirib. Ana shu rasm doim eslaringizga bo'lsin, chunki ma'lum bir klassifikatsiyada bu kerak bo'ladi sizlarga men aytgan paytimda. Demak, endokard yopishib turibdi mahkam, miokarddan keyin perikardni ichki qavati ham yopishib turibdi, mahkam, ajratib bo'lmaydi. Undan keyin perikardni tashqi qavati bu. Mana bu orada bo'shliq bor. Va mana shu orada normalda 5-7 ml bo'shliq bo'ladi, u namlab turadi, shunchaki ko'rinmaydi, suyuqlik shaklida ko'rinmaydi hech qachon. Nam qilib turadi prosta. Perikardit bilan asoratlanishi mumkin demak. Mana perikardit sxematik rasmi chiqdi va original rasm chiqdi. Perikardit bilan asoratlangan infarkt. Mana ko'ring. Implement pericardial membrane deyapti. Perikardit berganman. Infarkt. Keyingi asoratlar chap qorincha trombozi. Ya'ni qorinchaning ichida tromb hosil bo'ladi. Mana infarkt bo'lgan joy. Bitti ham deylik, chandiqlanish jarayoni bo'lgandan keyin silliqlik ketdi. Endi agar tromb hosil bo'lishga moyillik paydo bo'lib qoladi, chap qorincha tromb bo'ladi. Bu xavfli narsa. Sxematik rasm ikkalasi ham va original rasm chiqyapti sizlarga. Tromb mana turibdi. Oq tromb turibdi. Tromb mavzusini offline o'tganman. Oq tromb, qizil tromb, aralash tromb bilan oq tromb turibdi. Va mana tromb. Infarkt cho'qqida bo'lgan shu yerda tromb hosil bo'lib qolgan. Tromboemboliya asorati. Shundan keyin tromboemboliya asorati bo'ladi. Bu tromb ko'chib chiqib ketadi va qayerdadir miyaga ham qayerga chiqsa o'sha yerda insult berib yuboradi. Infarkt berib o'sha organga. Yurak tamponadasi keyingisi. Ya'ni yurak muskul infarkt bo'lgan muskul teshilib ketadi. Teshilib ketadi yoki yirtilib ketadi to'liq va perikard bo'shlig'iga qon chiqib ketadi. Boya men aytdim, perikardni ichki qavati yopishib turadi, tashqi qavati bilan ichki qavat orasida bo'shliq bo'ladi. O'sha bo'shliqqa keyin qon chiqib ketadi-da, yurak siqib qo'yadi. Mana shu defekt. Yorib ketadi. Infarkt asoratlari haqida gaplashamiz. Mana bu gema perikard bo'lgan. Yurak ichida qon, perikard bo'shlig'i chiqib ketgan. Perikardni tashqi xaltasini ochdi, mana bu yerda turibdi mana. Ochilganda shunday qon turibdi bilan o'sha bo'shliqda. Perikardial bo'shliqda. Yaqinlashtirib ko'rsatilgan. Va sxematik rasmda mana ko'ryapsizlar. Qon mana. Mana perikard ichki qavati mana. Bu tashqi qavat mana yerda qon turibdi. Qon bilan to'lib qoladi, yurakni har tomondan siqadi. Yurak urishi to'xtaydi natijasida, tamponad natijasida. Buni tez yordam ko'rsatish kerak. Bular.
va reinfarkt bo'lishi mumkin asoratlaridan bitta. Bu miokard infarktining biza erta asoratlari haqida gaplashdik. Erta asorat deganda hozir klassifikatsiya chiqadi. O'shanda tushuntiraman. Erta asorat deganda nimani tushunasizlar? Kechki asorat deganda nimani tushunish kerak? Reinfarkt eslarcha qolsin. Va klassifikatsiyasi bor. Kechish muddatiga ko'ra infarktlar bo'linadi. Birlamchi infarktga. Birlamchi infarkt bo'lish uchun shart shundayki, avval umuman infarkt bo'lmagan bo'lishi kerak. Infarkt bilan keldi, yotqizdi, ko'rilganda oldin o'tkazgan infarkt EKGda chiqadi, misol uchun chandiq bo'lib yoki echoda chiqib qoladi. Yoki anamiz aytadi, o'sha narsa umuman bo'lmagan bo'lishi kerak. Oldin infarkt o'tkazmagan bo'lishi kerak. Ana shundagina bu birlamchi infarkt tashxisi qo'yiladi. Takroriy infarkt nima? Takroriy infarkt ilgari infarkt o'tkazgan yoki bo'lmasa oyoqda o'tkazgan bo'lsa ham chandiq turibdi, EKGda chiqib turibdi, avval o'tkazganligi tasdiqlaydigan hujjat bo'ldi sizlarga va o'shandan keyin 28 kundan keyin yana infarkt o'tkazish kerak. Takror infarkt yoki davolanib ketgandan keyin 2 oydan keyin yana qaytib infarkt bilan keldi. Birlamchi infarkt bilan davolangan, yana qaytib 2 oydan keyin infarkt bilan keldi. Bu takroriy infarkt tashxisi qo'yiladi. Retsidivlovchi infarkt ham bor. Retsidivlovchi infarkt bu ham avval infarkt o'tkazgan, lekin har 28 kunga yetmasdan yana infarkt o'tkazdi. Buni amaliy ahamiyati nimada bu tasnifda? Retsidivlovchi infarkt xavfli infarkt. Chunki hali avvalgi infarkt bitib, chandiqlanmasdan turib, 28 kunda chandiqlanadi. Chandiqlanmasdan turib, yangi o'choq paydo qilyapti. Demak, o'sha tromboliz holatlari biz infarkt davolashda xatolik yo'l qo'yganmiz. Retsidivlovchi infarkt ko'pincha vrachlik xatosi bilan bo'ladi. Takroriy infarkt boshqa bir tomir tufayli infarkt bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin retsidivlovchi infarktda 90% holatda shifokor ayblanadi va davolash protokollari ko'tarilganda o'sha ayb chiqib ham qoladi. Antibiotikalardan to'g'ri qilmagan yoki ikkinchi qaysi qismiga e'tibor qilmagan shunaqa bo'lib chiqadi. Klassifikatsiya bizaga mana shuning uchun kerak. Va retsidivlovchi infarkt ko'pincha o'lim bilan tugaydi. Miokard infarktning morfologik tasnifi bor endi. Yurak devorlari qatlamlari bo'yicha boya men sizga ko'rsatgan paytda ko'rsatdim. Endokard bor, miokard bor, miokarddan keyin perikard ikki qavati bor, ichki qavat yopishib turadi, tashqi qavat alohida turadi, orada bo'shliq bo'ladi. O'sha qavat eslarga bo'lsa-ga buni oddiy topa olasizlar. Subendokardial degani endokardni tagida infarkt. Shu endokard qavat, endokard ostida turibdi mana. Ko'ryapsizlar. Subendokardial. Bu yoqqa o'tib ketmagan. Muskul qavatni to'liq ham zararlamagan. Endokard osti qismini chegaralangan turibdi. Va mana sizlarga makroskopik original foto. Mana ko'ndalangan kesilgan yurak muskuli infarkt o'lgan bemorda mana endokardi ostida turibdi. Yumaloq sirkulyar simon infarkt o'tkazgan. Bu yoqda ham mana yumaloq sirkulyar simon infarkt o'tkazgan. O'tkir qizil qon quyushli rang bu sveji infarktni bildiradi. O'tkazilgan infarkt oq chandiq bo'lib turadi. Mana bunday chandiq bo'lib ko'rinadi. Intramural, o'sha eslarcha qoldi. Intramural degani hozir men sizga intramural ko'rsataman. Mana bu yerda turibdi mana. Intramural muskul qavatni o'rtasida joylashgan. Endokardga yaqin joyda ham zararlanmagan u, perikardni ichki qavatga yaqin joyda ham zararlanmagan. O'rta joyda turibdi. Transmural butun hamma qavatni zararlagan. Endokardga yaqin joy ham ketdi, muskul qavat to'liq ketdi va epikardga yaqin joy ham ketdi. Endi subepikardial bor. Epikardni va uni ostidagi muskul qavatini zararlagan, lekin endokard tomonga o'tmagan. Mana subepikardial infarkt ko'ryapsizlar. Perikard ichki qavatining tagi qon quyilishi bo'lib turibdi. Bu yoqqa o'tmagan. Va transmuralda biz aytdik, biz hamma qavati zararlangan bo'ladi. Mana transmural turibdi.
butun hamma qavati zararlangan. Endokardiya tagidagi qismi ham, o'rta qismi ham, epikal yopish qismi hammasi zararlangan. Va mana bu yerda e'tibor beringlar, mana bu yashillar yangi svejiy infarkt. Oqlar chandiqlangan eski infarkt. Qorani qora bilan qildim eski deb, yangi deganni yashil bilan yozdim yangi. Va lokalizatsiya bo'yicha turlari bor. Old devor, orqa devor, pastki devor, yon devor va septal infarkt. Pastki devor degani diafragmaga yurakni cho'qqis yopishib turgan joyda bo'ladigan infarkt. Septal infarkt degani ikkita qorinchalar va bo'lmachalar orasida to'siqda bo'ladigan infarkt. Endi bu klassifikatsiyani qanday amaliy ahamiyati bor? Nima kerak bizga buncha narsani terminlar yodlash? Infarkt hammasi ham infarkt-ku. Davolash bir xil bo'lsa baribir infarkt bo'lgandan keyin degan fikr bo'lishi mumkin. Lekin o'sha yuqorida men aynan ataylab teskarisiga qo'ydim. Asoratlarni aytgan paytda juda ko'p asoratlar aytildi. Endi bitta kasalda hammasi bo'lmaydi bu asorat. Va qaysi kasalda qanaqa asorat berishi bu taqdiriga yozilgan narsa, shunday ekan degan fikr ham yo'q. O'sha infarktni joylashgan joyiga bog'liq uni asorat. Ya'ni subendokardial joylashgan bo'lsa agar infarkt mana bu yerda joylashgan bo'lsa agar endokardga yaqin turgandan keyin endokardni disfunksiya qiladi, bu yerda qon aylanib yuribdi, shu yerga tromboz bo'ladi. Demak, subendokardial infarkt tromboemboliya, qorinchalar ichi trombozi bilan asoratlanadi. Boya biz o'tdik. Va subendokardial infarkt yana bitta xususiyati, boya papillar muskullari uzilib ketishi, xorda tendinlar dedikki, o'sha ham subendokardialda kuzatiladi ko'proq. Va intramural nisbatan asoratsizroq kechadi. Bilinmay ham o'tib ketishi mumkin intramural. Subepikardial bo'lsa, boya asoratlardan biriga biz o'tdik, perikardit bilan asoratlanishini uni. Perikardit asoratini beraman. Mana bu yerga yaqin bo'lgandan keyin hozir qaytaramiz orqaga. Mana bu yerda bo'lgandan keyin perikardit bilan asoratlanadi. Endi transmural infarkt bo'lganda bu har qanday asorat berishi mumkin. Tromboz, tromboemboliya berishi ham mumkin, perikardit berishi ham mumkin va yurakda boya yorilib ketishini ko'rdikki, teshilib ketishini. Tampanada bo'lishini. Ana shunday yurakda teshilib ketish uchun transmural infarkt o'tkazgan bo'lishi kerak. Bu ham yurak teshishga kuch yetmaydi, buni ham. Chunki bu yoqda chegara butun sog' qoldi, bunda ichki tomonda sog' qoldi. To'liq skvoz yara bo'lmadi. Mana bu yerda lekin miyomalatsiya bo'lgandan keyin, yumshagandan keyin infarkt teshilib ketadi. Bosim katta bu yerda, qisqargan paytda yurak mana shu miyomalatsiyaga teshilib ketadi, yirtilib qon bu yoqqa ketib qoladi. Perikardit. Ana shundan tampanada bo'ladi. Shuning uchun ham biz lokalizatsiyani bilishimiz shart. Lokalizatsiyani ehoda ekigida o'zi deyarli bilinib qoladi. O'zi klinik jihatdan sizlar o'tasizlar, o'shanga qarab keyin tayyorgarlik ko'rib olish kerak bo'ladi. Xavfli kechadi yoki yengilroq kechadi deb aytish mumkin o'shanga qarab. Va yana bizga klassifikatsiyani men qayta qo'ydim. Qayta qo'yishimga sababchi hozir aytaman sizlarga. ST elevatsiyali miokard infarkt, ST elevatsiyasiz miokard infarktga bo'lingan, lekin biz klassifikatsiyada u narsani gapirmadik. Faqat morfologik klassifikatsiyani gapirdik-ku. Klinik klassifikatsiyaga ST yozilgan ekan-ku, morfologik aloqasi bo'lmay qoladimi? Klinik klassifikatsiya shunday degan savol bo'lishi mumkin. O'sha klinik klassifikatsiya morfologik klassifikatsiyadan kelib chiqqan. Ya'ni transmural infarkt bo'lsa agar ST elevatsiya bo'ladi albatta. Agar subendokardial bo'lsa agar ST elevatsiyasiz infarkt bo'ladi. Ya'ni butun hamma qatlamni olsa agar ST ko'tarilib ketadi. Agar endokardni olgan bo'lsa ST ga ta'sir qila olmaydi. Mana shunga asoslangan pastda yozilgan turibdi. Va sxemada ham turibdi mana. Non ST elevation myocard infarction bu mana bu ST elevatsiyasiz, mana bu ST elevatsiyasi bilan bo'ladigan mana hamma qavatni egallab turibdi ko'rdi va okkluziya bo'lgan joyi ham bunda qisman o'tkazuvchilar saqlanib qolgan, bunga to'liq yopgan, koronar arteriyani to'liq yopganda ST elevatsiyali transmural infarkt kelib chiqadi. Shu bilan bunda subendokardial infarkt kelib chiqadi. Shu bilan bugungi mavzuni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.